Manam shu damda Dada, mo'ylay betimni qishtiryapti, optasin. Ha, rahmat bo'lmasa, mo'ylovimni olib tashlsam, o'zimda ishtansiz yurgandek his qilaman, qizim. Yo'q, olasiz. Qizim bo'ldi, erkalam, urishaman hozir. Hali shunaqami? Bo'ldimi? Ha, 101 yigit krasavchik bo'lib qopsiz, dadajon. Mo'ylovimni ol deganda dadamga ham to'g'ri tushuntirar edim. Qizim bir marta dadajon desa qanday erib ketgan bilmay qolaman. Dadajon, meni ko'proq yaxshi ko'rasizmi yoki o'g'illaringiznimi? Voy, seni ham yaxshi ko'raman, ukalaringni ham yaxshi ko'raman, qizim. Ha, ikkita kemaga birga osilgan cho'kib ketadi, dadajon. Endi qachon shu savolni bersam, faqat seni yaxshi ko'raman, oppoq qizim deb ayting. Bo'lmasa davleniyam chiqadi, bilasizmi? Voy, shirincham meni. Shuncha qiladigan bo'lsa, tug'ilganda nima olmas qiz deb janjal qilganmi eshitsa, tushni terimga samon tiqab chaqmoqcha. Abi. Mahsuma, Nimada o'tiraysan? Keyin quchoqlashmaymizmi, ko'zdosh? Hoyimcha, mayaqqa qani? Voy shirin qizcha, menga gapiryapsanmi? Ha, yana bitta dadamga lekinlaganini ko'rsam, o'zimga javob bera olmayman. qizim, ayangni bir kichiraytirib qo'yilgan variantimisan. Seni oladigan kuyovda ham sho'ri bor ekan. Rapunzelga o'xshatib uydan chiqqan qo'ymasan kerak u. Darvozan kodi o'zgaribmi? Ha, men o'zgartirdim. Kodi qanaqa endi? Tilla qizim, yorug' yuzim. Qadriga yetmasam, ko'r bo'lar ko'zim. Mushtagina qo'ygan kodini ahvolini qarasiz. Qachon men sen qadrini yetmadim, pichingchi? Bu gap sizga aytilmadi. Indamang, gap egasini topmadi. Voy, o'zi zubachiskadek bo'lsa ham gaplari qilishdi. Chaqmoqcha.